Birinchi ko'rganlarimiz u asosiy binonikini bo'lib turib, katta hajmidagi, katta davleniyadagi отопление bo'lib ishlaydi. Bunimiz hozir двухконтурный hisoblanadi. Bu двухконтурный pechimiz hozir aktiv zalni isitib kelmoqda. Gazda ham, svetda ham ishlaydi. Bunun tuzilishi mana reduktor qo'yiladi, pastda qo'shimcha stabilizator qo'yiladi и trubalar ulanib, ustini qoplab bilan o'ralinadi. Maksimal darajasi 80 gradusga yetadi. Maktabimiz bo'yicha umumiy 9 ta двухконтурный pechlardan iborat и 2 ta katta jihozli pechdan iborat. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarligimiz endi birinchi navbatda suv zapravka bo'linadi. Trubalarimiz spesialniy qoplama bilan yopib tashlanadi. Chunki qishda sovuq bo'lsa, trubalarimiz muzlamasligi uchun uni обязательно o'rab yopishimiz kerak. Chunki minus darajada уже bilamiz 0 darajada suv muzlaydi. Shuni inobatga olib, hamma joyni spesial qoplama bilan o'rab tashladik. Bundan oldingi holatimiz eski pechlardan bo'lgan. Maktab bo'ylab 8 ta pechlar edi. Endi hozir rivojlangan mamlakat baribir двухконтурный pechlar kelgan. Bu isitish tizimi juda ham yaxshi isitadi. Bular 2025-yil kelgan. Bu pechlarimiz двухконтурный pechlar. Lekin aslida 2018da rekonstruksiya bo'lgan. O'sha payt kelgan. O'sha paytlar ham двухконтурный edi. Endi ularning muddati o'tgandan keyin yangi Zimmer rusumli двухконтурный pechlarimiz kelgan. Almashgan yangisiga. Maktabimiz 1967-yil qurilgan bo'lib, o'sha 1040 o'ringa mo'ljallangan. Ta'lim rus va o'zbek tilida olib boriladi. Hozirgi kunda 1400 nafar o'quvchimiz mavjud. Bu yil 2025-26 o'quv yili kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida bir qator ishlar amalga oshirildi. Bunda albatta mahalliy hokimchiligimiz va vazirligimiz tizimidagi o'sha boshqarma va bo'limlar tomonidan amaliy yordam berildi. 2018-yil maktabimiz kapital ta'mirdan chiqarilgan bo'lib, zamonaviy isitish tizimlari o'rnatilgandi va bugunga kelib, ya'ni o'sha sentyabr oyiga kelib u tizimlar endi ancha eskirganligi sababli mahalliy hokimlik tomonidan o'sha mablag' ajratilgan holda zamonaviy 2 konturli o'sha isitish moslamalari 11 dona maktabga o'rnatildi. Bular hozirgi kunda mana ishlayapti. Maktabimiz mana tashqarida ko'rib turganingizdek qish havosi, qor yog'yapti. Havo harorati minus bo'lishiga qaramay, ichkarida plus 23-24 gradus issiq, o'quvchilarimiz issiqqina xonalarda mashg'ulotlar o'tashmoqda. Buni barchasini zamirida o'sha prezidentimizning ta'lim tizimiga berayotgan katta e'tiborlari va g'amxo'rliklari deb bilaman.